Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sırağa giriyoruz Washington'dan. Sözdeyimiz vatandaş. Bugünkü sağış kimimiz 25. yıl 9. ayının 9. günü hepteki seyşembe vatandaşım. Biz sizlerge 9. ayının 3. günüden başlayıp dikecekmişim bir haftadan beri. Piyemmer Rabaqada ve Rabaqa keliştin evvel yoldu sözleşip kilovatkan işki devletten Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Cumhur'un reisi Xi Jinping'in sefisi ve diyalogu doğrusuna toxtulup geldi. Hazır bu iş Xitay tili arkalık yetip kilovatkan haberlerden, halkara matbuatlarda, çoğun matbuatlarda toxtumay kayni fikir kılınıvatıdı. Endi bir yerde biz oylaydığa iş nime desiniz, siz biz oylaydığa iş nime desiniz. Uyghur milletinin beşiği kelgen gün. Uyghur tili düşündak değildi vatandaş. Bir milletinin beşiği kelgen gün kandak bolsa, onun azalarının beşiği kelgen gün hem şundak buludu. Bir milletke behiyet saadet galbe yüzdengende şu milletinin azalarımı hem aşına galbe kapalet, behit, saadetke yüzdengen buludu vatandaş. Gepnin kıskısı milletinin ornu. Yani ornu degende biri siyasetki ornu, ictimaiyetki ornu, ya halkara miqyaslı alaylı veya yüzde alaylı ornu, iktisadi mülkçülük, sahasızlık ornu hemiz bir gireliş ketken buldu. Siyaseti ornun bulmuşsun mülkçülük hukukun bulmaydı. Mülkçülük de ornun ya gep kılış hatta sözün bulmasa siyaseti ornun bulmaydı. Siyaset ve mülkçülük de ornun bulmuşsun cemiyette üzerinin cemiyetidir bu. Müstemliki cemiyet ayak tutursun üzerinin cemiyetidir ornun bulmaydı. Şimdi bir yerde tüyüp ki mesela milletin ornu nerede? Millet yerde turdu ve millet kandak hukukunu yürküzüdü ve kandak hukuku iyi buldu. İyi bulgan hukukunu kandak yolga saladı degen mesele doğru vatandaş. Bizden kaçandan başlayıp müstemliki bulup gelişimiz tarihini sürüştürüp oturuşunun haceti yok. O tarih şu tarih beti tarih bulup öz caydı keliverdi vatandaşım. Yakınki 20. asır ve 19. asırın keyinki 50 yılı. 20. asırın evvelki 50 yılı 100 yıl vakit içinde biz 3 kısım devlet kurduk dedik ki siz o devletle içinde emez. Siz tek tuğulmayan, biz tek gözümüzü açmayan vakitla vatandaşım. 80 yıl dediniz ahirki devlet kuruş 80 yıl oldu. Bu tarihte kalgan, işte tarihteki geplerdi. Kim gep demede? Aşır hakkı varıslı kılış. Devlet kuruş, iradesi varıslı kılış. Devlet kuruş, gayesi varıslı kılış. Devlet kuruş, politiğe katnışış ve varıslı kılış. Kiyinki cihetini etkanda, Muşunda kışları biz yığın çaklap ötkende bir kıtım iki cümle aldığınlağı taşladık mesela. Bir insanın millet aldıdaki mecburiyeti nime, millet aldıdaki mesuliyeti nime degen sözü kıldık vatandaşım. Elbette şundak bu sözümüz yüz doğru. Endi bir gün başta ettik, milletimizin beşiğe kaysı gün kelgen bolsa, onun azalarının beşiğe hem şu gün yetip geldi. Bırak bir yerdeki en mühim mesele düşünüş meselesi, biliş meselesi. Bizden beşimizi kilovatkan künnimede düşünüş meselesi. Bu künnin cevri cefasını kimler tartıdı? Mesela Mehmet şu cefa, şu cevrini tartkan bolsa, Semet enine karab turalmaydı. Semet eğer şu küngü düşüp kalgan şu küllerini beşiden köçürgen bolsa, başka birisi ya ki Ahmet bunun çıdap turalmaydı.
Moşundaq rişte, moşundaq bağlanış insan yoki millat a'zolarining bir-biriga kuyunishidan ikkinchi bir millatning ikkinchi bir a'zosi kechiranglar. Millatning ikkinchi bir a'zosi tek tura oladi, mavjud bo'lib tura oladi. Mushu munosabatlar bağlanışidan. Yanımızma Uyghur degan mushu ism, Uyghur degan mushu millat, Uyg'uriston degan mushu davlat. Endi bu yerda davlat degani tarixda Uyg'uriston degan davlat qurilib boqmagan deydi ekan bil ahmoq. Men ham shu davlatni quraman deb tur inshaalloh qilyapmiz. Ancha. Men shu Uyg'uriston degan davlatni quraman deb tur inshaalloh qilyapman hozir. Tarixda qurilmagan bo'lsa, bugun shuni quraman deb tur inshaalloh qilyapman. Sen shunday ro'qbama. Gepim chatnab ketdi kechiranglar. Ana shundoq millatning beshig'i tushgan kun har bir a'zoning beshig'i tushdi. Biz bir haftadan beri so'zlab keldik, ichki organizmni kesish, tirik turg'izib kesib bilish, operatsiya qilib elib bilish. O'ylab boqing, bir inson bo'lsa, inson bo'lib turib o'zingizda tasavvurga bir g'arq qilib boqing. O'zingizning tasavvurda bir o'ylab boqing. Mushu ustalning ustiga yotqizib, qo'l putingizni matab, chatab yoki zanjirlab yoki og'amchi bilan band qilib tashlab, ondan keyin pichoqni elib kelib, doktorning operatsiya pichog'ini elib kelib, shu ishlarni og'izdan chiqarolmaymiz vatandosh. Shu ishlarni ishlaganda Xitoyning atalmish doktorlari shu ishlarni ishlaganda bu badan, bu go'sht, so'ngak ishkital go'sht bilan turalgan bu badan odam badanining o'lim ketayotgan odam badanining, lekin buningdagi go'sht va buningdagi sezgi a'zolari bilan uning kelayotgan og'riq azobining, dard azobining nima ekanligini ustida yotgan odam o'zi biladiki, o'sha odam oshini boshidan ko'chirib, agar Xudodan kelgan mo'jiza bo'lsa, yana tirilib, sana so'zlab bersin, bana so'zlab bersin, buni anlaydigan odam yo'q. Odamning ham vaqtligi mana shu yerda. Adamның dötlüğü mana mushu yerda. Adamның kalbalığı mana mushu yerda. Adamның o'zidan boshqani o'ylamaydigan, o'zidan boshqani bilmaydigan, o'zidan boshqaga diqqat qilmaydigan, o'zidan boshqani tadqiq qilmaydigan va yoki bir sababini, ya'ni bir sabablarni surishtirib o'ltirmaydigan kesali insonni mushu kunga qo'yib qo'ydi vatandosh. İnsan ne? Mushu kunga qo'yib qo'ydi vatandosh. Agar bir saqchi Xitoy kelib urayotgan bo'lsa, sening tuvug'ing siyqiraydigan bo'lsa, sen buyuk odam. Kendime agar yugurib berib, saqchining oldiga berib, "Men bir kaltak salaychi" desam, u vaqtida sen odam emas. Sen odam emassin, hech nimaga o'xshatqilib olmaydi. Üzəngnin milleti, üzəngnin qeyrindeşiği heç taşla qılalmısan, üzəngnin milleti, üzəngnin qeyrindeşiği qollaş asasıdır bulalmısan, vaxt sen heç nemi oxşat qılıb olmaydı. Allah'ın aldığındaki bendeliklə məcburiyyəti, bendeliklə məsuliyyətini mi tanımağam bir insan. Aşındaq insan bulub qalı səbir. Xitay aşındaq operasiya qılıb atıdır. Bunu özara seliştirsiniz, bunun için 4 yaşlık balalarma var. Bunun için de 10 yaşlık ösmürlerme var. Bunun için de asaslı halkılık 20-25 yaş çocuklar, yaşları oğul kızları var. Aşılarını üstelge operasiya üstüne yatkızıp, kol putunu matap taşlap, varaşının doktorunun piçiğini elip kilip, börekle üstüne piçak selip, yürek piçak selip, kesip alğandı siz, özünüz tasavvur qılıp bakın, bir insan qaysı halda bulursunuz, tasavvur qılıp bakın. Ben texminçikilep tasavvur qılıp berişim mümkün desem hazır, ben bunun içinde takat yok vatanda. Uyghur muşunda ölü vatıda bugün. Uyghur muşunda ölü vatıda. Bugün Uyghur Xitayga muşunda ölüp biri vatıda. Nemişka onun hukuku yok. Onun devleti askeri yok. Onun gücü yok.
Eğer devlete askeri bombagandı mı onun gücü ittifaklık gücü, ittifaklaşış gücü bulunduğun bolsa 5 yoki 6 odamni qurban berish bedeliga dunyoni zilzilaga soladi vatandosh. Dunyoni zilzilaga soladi. Har qanday millat shunday qila oladi vatandoshim. Har qanday ittifaqlik yo'q. Yaqinda men nelaqa men shunda qarayman degichilar qaraydiganda senda shunda salohiyat bormi yo'q avval deb baqa men shunda qarayman deydigan bir obyekt bir varaq qog'oz to'g'risida men shunda qarayman deydigan bir salohiyat bormi yo'qmi? O'zingni bir tekshirib baqa nima deb tursa Uyg'ur degan millatni qandoq millat ekanligini, nima millat ekanligini bilmayotgan, uni hisoblab chiqolmayotgan, qaysi bir kategoriyaga ololmayotgan. Bu to'g'rida keyin to'xtalib vaqtim yetmayotdi. Shundoq bir paytda Uyg'ur to'g'risida uni buni degan gaplarni qilib ketibdi vatandosh. Uyg'urning dushmani Uyg'urni bugungidek qirg'in qilgan, balki bugungidek börek, jigar, o'pka, yuraklarni kesib olmagan bo'lsa-mu, uningdan qilishmaydigan darajada shundoq zulmsa tamga elib kelgan yana bir militarist Xitoy Stalinning qo'l chumig'i Sheng Shisay jenida nima dedi? Onun nima deyish bilan shu degan so'ziga siz baho bersangiz Sheng Shisayga nima deb baho berasiz? Baho berib qarab turing. Kitobi bir. Ya'ni Qur'on kitobi bir. Tili bir. Uyg'ur ana tili bir. Vatani bir. Yaşayotgan makoni bir. Anladingizmi? Madaniyati bir. Uyg'ur madaniyati degan madaniyati bir. Biroq bu millatning yana bir xil birligi, ya'ni dil birligi yo'q. Dil birligi yo'q millatga. Agar Uyg'ur degan millatning dil birligi, ko'ngil birligi, niyat birligi, ideya birligi bo'lgan bo'lsa, bu millat aqliy jihatda dunyoni so'rg'an bo'ladi. Mayli Sheng Shisay ko'ptirib o'tgan bo'lsin, mayli Sheng Shisay Uyg'urni cho'kagan bo'lsin, qandoq bo'lishidan qat'iy nazar Xinjiangga 10 yil, 12 yillik mirollik qilgan bir militarist Xitoy, lekin o'qigan Xitoy. O Yaponiya harbiy quruqlik armiyasi maktabida o'qigan Xitoy. Şunun aqli bilan tajribasi birlashganda fikr qilishning o'zi mana shunday logikalik bo'ladi vatandosh. İnson aqli bilan aqlning birlashishini tajribasi birlashganda buni birlashtirgan narsa nima? Muhora. Birlashganda uning fikri shunday logikalik bo'ladi. Şu Sheng Shisay Uyg'ur degan millatga ta'bir berib, Uyg'urning xarakteri va xarakteristikasini mushidajini so'zlab bergan, yezib bergan turuqliq Uyg'ur tilida so'zlaydigan bir kalva. Ya'ni Uyg'ur tilida o'zini shoir deb atagan bir kalva. Uyg'ur degan millatning kim ekanligi to'g'risida texi tuzuk ta'bir yo'q deydi ya vatandosh. Bu so'zimni chetnab ketdi, ya'ni kaynim qaytib kelman. Ana shundoq bugun Uyg'ur xalqi Xitoyning qo'l ostida hayotlik, yashash, huquq, kishilik huquq va u bir qatim tomoq chekish, bir qatim bir o'tlam suv ichib olish turma hayotida va yoki bir to'g'ram nonga qo'saq to'yg'iz bu narsani qo'yib turing. Bugun Uyg'ur o'zining go'daklarini, o'smirlarini, bolalarini üstel üstüge yatqızıp bir Xitoyning operatsiya qilib, operatsiya orqali ularning jigirini, börekini, yuragini naq maydonda o'ltirib, ya'ni jasadni qandoq qilamiz demidi degan gapni men tuniga sizlarga aytdim. Qandoq qildi jasadlar? Qandoq bir taraf qildi jasadni? Har yili 35 ming Uyg'ur Amerikalik olim Ethan Gutman dedi, har yili 35 ming nafar Uyg'ur Moş yolda ölüp tügüdü. 17. yıldan ise alırsanız 2017 yıl 8 yıl. Kaçlık Uyg'ur.
Muşu derecede his kılar. Yani bo'lmasa buning uchun avval adabiy tasavvur kerak edi. Hozir bizga bunday mumkinlik yo'q vatandosh. O'ltirib shunday so'zlayotgan so'zini aytib chunqur adabiy badiiy tasavvur bilan buni tasvirlab berishning o'zi hozir bu vaqt yar bermaydigan ish. Vatandaş şu vaqtida Uyg'ur insonning mavjudlik hayoti va turmushining nima ekanligini Uyg'ur his qilib yetalishi oxir qo'ydigan savol emas, nima qilish kerak? Yugoslaviyaning kinolarida ayni vaqt yaxshi ko'rish, yaxshi maqtab bobdan ko'rgan bizning davrimizda. Şu vaqt bizning matlik odamlar va kichikroq yoshlar va o'smirlar shunday ko'rgan edi. Şunda qiliqi saatçı adam teşkilat baş bulup qilib, saat 9'dan chiqib, naq maydonda etib o'ldirilgan. Vatandaşlarını izlab oldiga berib, Hitler Germaniyasi askarlari qator to'g'an askarlar yerda yotgan jasadlar, bular bu jasadlarni to'nib olish uchun kelgan odamlar inqilobchilar. Yüreklik aldığı bir adam, şu adam, saatçi adam aldığı bir kadem taşlısa, kaynideki 10 adam 10 kadem taşladı. 20 adam 20 kadem taşladı. Aldığı karab mağdı. Yerde yatkanı ceset üzerinin kırındaşlarının cesedi. Hitler Germaniyası etip taşlayan ceset. Bular alda qarab mаңды, jasadni to'nib olishga, qaytirib kelish qarab mаңды. Üstüri to'g'an yoki pallanpayning üstüri to'g'an Germaniya ofitserlari, ashlarni qirg'in qilgan soldatlar asta-asta kayniga chiqqan. Bularning qo'lida qurol yo'q, faqat qadam. Birisi o'lsa, birisi oldiga bir qadam tashlasa, uning kayni ikkinchisi yana bir qadam tashlaydi, faqat bir qadam. Qadam. Milletning ittifoqligi shu yerga yetkanda, o nima qilaman deb shuni qila oladi. Hele qishingsiz degan xarakter dal mushundaq yerdan chiqadi vatanda. Bo'lmasa egilni echib, qo'tanning ishkini echib, qassab egilga kirib kelganda hele qo'ydak men emas, simiz emas, uruq, mensimiz, uruq. Dep üzünün yenideki uruk koyunu, yoki üzünün yenideki aciz Uygur'unu görüstüp birdiğen, tutup birdiğen iş bolsa vatandaş. Akıbet qanday bo'ldi? Mana shunday bo'ldi. Bir-birlab roshning ustida, operatsiya ustida yotadi vatandaş. Şun ittifaqlıq degan nima? Bunda vaqtda ikki narsa. Biri insondagi psixologik hissiyot rol o'ynaydi ki, hissiyot vaqtda iroda bilan birlashgan bo'ladi vatandaş. O iroda bilan birlashib rol o'ynaganda hissiyot hammani qila oladi. Biz buni shunga milliy hissiyot deb ataymiz. Bugun Xi Jinping huquqi va davlati va xalqaro so'rinda o'zining vatani Beijingda turib 150 yoshga kiraman, buning uchun o'pkamni, jigirimni, yuragimni tegishib turaman, almashtirib turaman. Bizda davlat xazinasi bor, iskilatimiz bor, ichki organizm iskilatimiz, g'aznimiz bor, tugamaydi. Prezident Vladimir Putin nima deydi? Taraqqiy qiladi. Buning lekin biologiyalik va kimiyalik taraqqiyot yo'nalishida ichki a'zolarni kesib olishning o'zi bu harakat taraqqiy qiladi. Dalmi ikki millat birlashib Uyg'uristonni Xitoyga mustamlika qilib bergan va qilib olgan millatlar. Eg'ir ish. Bugun endi vaziyatmiş oldimizdagi va kaynimizdagi vaziyat yetib mushakkil vaziyat deganda dunyoviy vaziyat. Dunyoviy yoki vaziyatning dunyoviy mexanizmi harakatga kelgan. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trampning rahbarligida butun dunyoning tegishli mexanizmi tegishli yoki urush mustabid tizimni yo'q qilish yoki rad qilish yoki uning ikkinchilarlik tamoyilni bajarib qo'yish. Shunday mexanizm
Yani dünyanın mexanizm prezident Donald Trump qo'lida mushundoq harakat kelganda vaziyatning taraqqiyotiga qarab turyapmiz, kutib turyapmiz. Mush yerda shu yerda 8 ayning 2 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida ichki a'zolarni ko'chirish va setish va qirg'inchilik, ya'ni so'yqirmning genosidening yana bir xili degan qonun ma'qullashmi, guvohlik berishmi o'tdi vatandosh. 8 ay, 7 ay, 6 ay, 4 ay, 5 ay her kuni degidek Uyg'ur Amerika Davlat Majlisi shunda qarab keldi vatandosh. Mening bu yerda davatqanam, men buga 6 kun bo'ldi, 6 kundan beri men bir so'zlab o'taman. Vatandaşlarım qanchalik his qilganda har biri mush ustalda yotgan aşı Uyg'ur Mehmet men deb o'ylayolsak, aşı bala 4 yoshlik bala mening balam deb o'ylayolsak, aşı qarichal, aşı turmada yotgan qarichal mening otam, anam, mening hamshiram, singlim, yoki qo'shnim yoki mahallam deb o'ylayolsak vatandoshim, shu yerga yetganda birlikmi shu yerda, ittifoqlikmi shu yerda, kurashmi shu yerda, hayatlıkmış shu yerda, hamma narsa shu yerda. Hayron bo'ladigan bir yerim, men boshdan chiqatim so'z degan edim. Bu Uyg'ur degan millatimiz bek büyük millat, lekin ko'pincha a'zolari qarasangiz hammasi aqldiman. Hammasi aql ko'rsatdi. O'zi qo'pib, o'zi ko'rsatgan aql bu ishlamaydi. Yaqında Istiqlal TV'de 2 parça yazma e'lon qilindi. Men o to'g'rida keyin vaqtim yetgan to'xtalaman. Men uni umumlashtirib Bangining xiyoli dedim. Bir tashkilotlardan og'irnibdi. İkincisi kim bu davoni ochgan kishi Mamtimin Ayso debdi. Onun akıbeti qandaq bo'ldi debdi. Üçüncüsü, men hayron bo'ldigan yana bir taraf, bu Türkiye'lik Uyg'urlarimiz hadisi strategiya. Ey do'stim, ey, strategiya degani bilib turib, tushunib turib, sizdan sizga og'zingizga elib olsangizlar, tilingizdagi g'altilik, nihoyat alohida hukm, alohida bir kalima, sifatida o'zingizni bilimdon qilib ko'rsatamsiz. Nima strategiya? Sizning stratejiyangizga kimning mayli tushib qopti? Sizning stratejiyangizni kim xohlab qopti? Kim sizga men strategiya tuzib ber debdi, bormi? Shundaq bir odam bormi? Siz o'zingizning o'rnini mo'lchallab beqing, o'zingizni ko'rib beqing, kim ekanligingizga borib gap qiling. Sizning strategiya tuzdan nima salohiyat? Nimaga masalan? Salohiyat deganda nimaga? Nimaga strategiya tuzmoqchisiz do'stlar? Davani o yolla, bu yolla, o yolla, bu yol. Kim sizin davayınızı koştar? Kim sizin davayınızı gün tertip belgilep verdi? Siz muş yol bile stratejiye ondan bundan tige yolda 70 yılını eğizge apsiz. Ben sizge bir sual koyup bakayçı. Sizin yazmalarınızı ben Bangining xiyoli dedim. Ben size sual koyup bakayçı. 70 yıldan bir Türkiye nemiş kıldınız? Türkiye Cumhuriyeti'ne parlamentinin dervazı kaysırıp qaraydı. Bir eğitipini hemen bir anlap bakay. Parlamentin aldığı bir baktınız mı? Ya ki Türkiye parlamenti 70 yıl dava kısız bir kanun makullapma Uygur degen millet idi degen kararını çıkardınız mı? Neymi deysiz emse efendi? Bangining xiyoli. Sizin kılıvatkanınız Bangining xiyoli efendi. Onda yani bir devlet meclisi bir kanun makullasa, Uygur to'g'risi qonun loyiha ma'qullasa, voy men ma'qulladim, voy men taklif qilgan edim, voy men material bergan edim, voy men bushun talab qilgan edim. Shuning bilan qonun loyihasini ma'qullab berdi Davlat Majlisi Kongresi. Ey ahmoq! O'zingning ahmoqligi yetib oshidi, o'zingdan boshqalarni ahmoq deb o'ylama. Bugungi Uyg'ur masalasi Amerika Qo'shma Shtatlarining tashqi siyosat bilan bog'liq holda o'tirg'i chiqib, shu yo'lda minib kelayotgan da'vodir. Tushundingmi mani? Mantaqa mishadi, logika mishadi, fikr mishadi.
Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi qanday qonun loyiha ma'qullaydi Uyg'ur to'g'risida? Nima deydi Uyg'ur to'g'risida? Bu tamam Davlat Majlisining o'zining ishidir. Sen yeligerlik bilen, humperlik bilen oturup çıkıp, Devlet Meclisi'nden bir kanunlayı oturup çıkışıyla, men makullattım, men, hey, müşeye gelgende, tazı bir gep gelgende, yani üzerine tutulayıcıma, alpan itipege o maşını işçep kokırtıp, az takırıp, hılap kala, hey bende, insan bendesi, insan, Huda'nın bendesi. Huda insan, bende de bir yaratkan seni, az takırıp, o maşını kokırtıp içip uykan uxlap qalabir. Uykan uxlap qalabir. Şunu qilab. Maşında divarlarga yana bir skopap başında mesela İstiqlal TV'ga berilgan ikki parça yazma tashkilotlardan og'rindi. Nemishqa og'rindingiz? Og'rigan ekansiz, siz nima qilmadingiz efendi? Mesela tashkilotlar to'g'risida meningmi ko'z qarashim bor shundoq. Göz karşımız bolu da elbette sizin bolu siz onun da ağırınıpsız ağırınıgan adam neymiş kımılınız efendi. Hem de sözde avatkan sözde yazıvatkan yazmı üstte oturup üsteline bakında oturup kılıvatkan işler bu elbette şundak efendi. Biz bir vara kağızı közümüzü töktük, yeşimizi temittik, devlet meclisi gelip girdik. Bu bizim stratejimiz, köz yaş stratejisi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat axloqi ve Amerika Qo'shma Shtatlar davlat axloqining ikki tarafi odamgarchilik ve insonparvarlikka murojaat qildik efendi. Bu bizning stratejiyamiz. Biz Uyg'urni Amerika Qo'shma Shtatlarida Amerika xalqiga ve Amerika Davlat Majlisiga mushunda tanitdik efendi. Sizdeki strategili hukumlarını depterge tizip elip, yezip elip, ma bugünkü iş qilib biringlar bizga demidik. Şunozma? Her gözümde demidik. Biz nahit kemterlik bilen, bek tüvençilik bilen, muşundak bir millet özük muşu künde kaldık da devlet meclisinin bosuk jığlap badık. Bugünkü Uygur davası ne? Amerika Qo'shma Shtatlar mana muş yeg elip geldi. Yığılğanның közüge qarıdı, dat etqanның ağzıga qardı. Bu Amerika şundaq büyük devlet ekan, büyüklüğü mana muş geldi. 70 yıl yığılap baktınız Türkiye parlamentisinden aldığınızga bir parça kanun loyiha mana deb tashlab berdim ha. Köşte mahkene çekip benginin hiyalını kılgan adam ekansiz efendi yazgan yazmalarınız. Abdullah Yalqın efendi aşınımı yazmı deb okup gördünüz mü? Arlıqda Vaysaş degentiniz. Dal şu Vaysaydigan adamlarımı sizden aldınız diken. Abdullah Yalqın efendi manqurtlar degentiniz. Dal şu sizden manqurtlarınız mı aldınız? Bakınınız diken Abdullah Yalqın efendi. Lekin programmalarınızın ayeti yaxşı işlavatsız jigit. Tallap elan, mazmunni tallap elan jigit bala. Meyli İslam akidelerine ait olsun, meyli ictimaiyatga, meyli siyasetga ait olsun, mazmunlarni tallap elan. Abdullah Yalqın efendi. İşlerinizin ayeti yaxşı. Yani muşundaq bema'nilik benginin hiyali dedim qo'y, şunun için turay. Benginin hiyalini qildigan odamlar aql o'g'itidi deb boshlagan edim ha so'zimni. Ashundaq aql o'g'itadigan cümleler qaltis. Undaq qilmasligi kerak, mundaq qilmasligi kerak, mundaq qilishi kerak, mundaq qilishi lozim edi. Ko'ring ha bu buyruq cümlelerini sadagan ketay dunyo. Buyruq cümle. İkinci birisi aytayotgan ikinci bir buyruq cümle. Avval mush odatni bir tugutaylik, Uyg'ur tilida so'zlaydigan odamlar sizlar. Uyg'ur tilida so'zlashni o'rganib olgan odamlar sizlar. Herkes haqiqiy ma'nodagi Uyg'ur bo'lolmaysizlar vatandoshim. Uyg'ur tilida so'zlashni o'rganib olgan odamlar sizlar. Bulamda başlayayım debdi Uyg'uriston degan davlat qurib bak. Mana men dedim-ku, mana men qurmay Uyg'uriston degan davlatni. Allohga o'zimga umr tilayman. Mana men qurmay Uyg'uriston degan davlat. Ama bugün sizlerge sözleydiğin leksiyelerimiz ne miydi desiniz vatandaş? Ne miydi desiniz?
Mesela alayla mavzumundagi Xi Jinping prezident Vladimir Putinga ko'z qilgan narsa uzun ömür ko'rishlam emas, balki bizning davlatimizda ichki a'zolar ko'p deganlikdir. Mavzuda xabar 9-ayning 8-kuni Jungo'ga nazari to'g'ri betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 9-ayning 15-kuni WhatsApp'da bir xabar, Beijingda 301 2019-yili. Doktorxonada yetib kelgan bir xabar, bu xabar kishilarga notanish bo'lgan. 981-nomerlik doktorxona yoki qurilish. Buningda boshliqlarning, cho'ng kattalarning, birinchi qo'l arboblarning, rahbarlarning hayotini qandoq asrash, qandoq beqish, kasal bo'lsa qandoq davolash qurilishi ekan. Bu qurilish ichida hozir anglasak, o'zimiz xabarga qarasak, Amerika Qo'shma Shtatlardan Harvard universitetining tibbiy ilm fanlarini bitirib bo'lgan mutaxassislar ishlaydi ekan. Börek ko'chiradiganlarmi shu ekan, jigarni kesib oladiganlarmi shu ekan, 301-doktorxona men mushuni tanlab oldim, boshqalar hisob emas. Buni yerlik odatdagi doktorxonalarga bermaydi. Bu doktorxonalar harbiy doktorxonalar o'tadi. Osh operatsiya bo'layotgan ishlarning hammasi harbiy doktorxonalar qilayotgan ishlar o'tadi. Bular kasallarni mundaq sanayapti. Mundaq deyapti. 150 yoshga kirishdan kishining diqqatini tortadigan bir yeri shuki, 150 yosh uzun ömür ko'rgan har qanday kishining ömürden olqib ketadi. 150 yosh ko'plagan ichki a'zolar chiriganda, masalan, zaiflashganda, masalan, bir yoki ikkidan masala chiqqanda, ichki a'zolarning biridan yoki ikkinchisidan masala chiqqanda, qirg'an kishilar bo'libmi 70 yoshdan oshganda shu sababli o'lib ketadi. Endi 150 yosh qanday kirish kerak? Demak, kerakdan chiqqan ichki a'zolarni tegish kerak. Kimniki bilan tegishadi? Navbatda Uyg'urniki bilan tegish. O'lib ketadi. Bu o'lib ketishdan sabablardan birisidir. Ciddi kasallar jumladan qon ayyorligi, yurak kesili, öpki kesili, jigar kesili, börek kesili, miya og'riq qatorli kasalliklar ko'rib olishga bo'ladiki, ichki a'zolar zaiflashish masalasini hal qilish ömürni uzartishning eng muhim vositasidir. Undaqda bu masala odam ichki organlariga bog'liq bo'ldi. Demak, yurak kasal tegish kerak. Jigar og'ridi, tegish kerak. O'pka og'ridi, tegish kerak. Kimning o'pkisi? Uyg'urning o'pkisi. Kimning jigari? Uyg'urning jigari. Kimning yuragi? Uyg'urning yuragi. Uyg'ur 4 yoshlik, 10 yosh, 20, 30 yosh Uyg'ur yoshlarning, Uyg'ur o'smirlarning jigari, yuragi, böğreki, o'pkisi kesib elinadi. Narkoz qilmay, operatsiya ustiga yotqizib kesib oladi. Men shunga boshda aytdim, insonning beshig'i har kun keladi. Inson o'zining beshig'i kelgan kuni ikkinchi birisi so'zlab bersa, u anglamaydi, tushunishni xohlamaydi hargiz. Bu insonlar o'rtasidagi munosabatlardagi mutlaq qonuniyat yoki mutlaq bir hodisadir. Faqat o'zining beshig'i kelganda, ish mundaq ekan-ku deyish mumkin. Shuningmi beshig'i kelmasa, Xudo millatni bu ofatdan, mustamlika, diktatorsiz qutqizsin. Qutqizish lozim. Shunga biz Xudoga iltijo qilamiz. Shunga biz davlat majlis, Amerika davlat majlisiga iltijo va umid qilamiz va talab qo'yamiz. Mana bu shunday gap. Yaqinda buning munosabatli tayyorlik birisi qo'zayma bir video film ishildi. Bu video filmning o'zi davlatimiz g'aznisi yoki ichki a'zolar davlat g'aznisi mavzu qo'yibdi. Ko'ramiz, munozir Kanadada Torontoda qo'yilib o'tibdi.
belki üstedeki operasiya qilish jarayonlarini olgan bo'lsa kerak. Buni ko'rganlar zalda yig'lab o'ltirmay qolibdi. Onda yig'lashma odatga yedin keldigan ish emas, asli qoida bo'yicha. Bu chet elliklarning davlati va o'zi va bo'lsa va o'zi xotirjam. Shundaqmi insonlik nuqtai nazaridan bu filmni ko'rguchi yig'lab o'ltirdi. Oxiri butun dunyoga murojaat qilib, besim ishlatinglar, yo'qtinglar zulmatni. İchki a'zolarini kesib olib setish, ichki a'zolarini tirik turg'izib kesib olib ikkinchi badanga yetkash vahshiylik, insoniyatga qarshi jinoyat. Kishilik huquqqa qarshi xiloflik qilganlik va jinoyat. Ey insonlar, biz sizlarga murojaat qilamiz. Ma insonlarni qutqizib elinglar. Buning uchun Jungo Kompartiyasini yo'qotish kerak. Biz shuni murojaat qilamiz debdi vatandosh. Taningizmi? Men sizga aytdim, boshida nima dedim? Bu kun faqat Uyg'urning boshiga keldi. Uyg'ur. Hozir Uyg'urning beshig'i keldi, Uyg'urning bola chaqasi, Uyg'urning yosh yig'olari, Uyg'urning yosh erkaklari. Hammasi mush azob oqibatni tortyapti vatandosh. Dal shunday vaqtda bu ishlar, bunda g'am bilan buyoq turish, o'tirg'i chiqib olib birisi men shunday qarayman. Bu Uyg'ur degan taxi millat bo'lmagan desa, ya'ni birisi chiqib unda qilish lozim, bunda qilish lozim. Tashkilotlardan zerikdim. Buni Aysovidan kim boshlagan edi, bu ishning oxirini tushirolmadi. Strategiya beparvo qardi, strategiya diqqat qil. Bangining xiyoli. Sen ameliyatdagi odam, ameliy ishlar aralashib baqqan va buning kirib baqqan odam emas. O'ylab baqqan odam emas, ortiqcha odam. Odamlar orasidagi ortiqcha odam. Fikringga qaraganda sen odamlar orasidagi ortiqcha odamsan, boshqa bir odam. Sen bu sohadagi odam emas. Ben şuna bunu Abdullah Yalqın Efendi dedim ki, bu iki parça yazmanız, siz okupadınız sizin emas, bu yazmanız benginin hiyali. Bugün tağdım bağdım sözüldüm, beni keçirenler vatandaşlar. Beni keçirenler vatandaşlar. Bugün 6 gün oldu. Bu toxtamay kelib otadı bu toğırdık. Yaş xilmi xil tahliller. Xilmi xil tahliller kelib otadı vatandaş.